أنا اسمي عمرو حسين من مصر، وأنا قادم من إنجليز للدراسة، أدرس فيها كلية الطب البشري، وأنا سعيد جدا بالكلية. هي ومدينة تنجرين مدينة جميلة. أنا سعيد جدا بالعيش هنا. أنا مبسوط. Xo'sh, xorijlik talabamiz nima fikrlar bildirdi? Men Misr Arab Respublikasidan kelganman. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha Angriya universitetida tahsil olaman. Angriya shahri juda ham chiroyli shahar va odamlari juda ham do'st, mehmondo'st va men bu shaharni juda ham yaxshi ko'raman. Angriya universitetida juda ham o'qiyotganimdan faxrlanaman. Assalomu alaykum. Sizlardagi shijoatni, g'ayratni qarni mana shu badiiy maydonchaga e'tiborli qaratishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardim. أنا أحبها Azizlar, bugun biz yoshlar uchun noodatiy tarzda har payshanba kuni xabaringiz bo'lsa, Angriya juda ham chiroyli va shuning bilan tinch va sokin shahar va biz bu yerda juda ham o'zimizni erkin va baxtiyor his qilamiz va barchaga rahmat ochiq aytamiz. maydonda Katta rahmat mazmunli suhbatlar uchun. lahzalarda o'tkazishni niyat qilganmiz. Shuning uchun شكرا. Angriya shahrining